Assalomu alaykum. Islomjon kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar va ukalar. Arashan Sori elita ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba 12-yanvar 2025-yil biz video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida, ya'ni o'zimizning xonadonimizda olib boryapmiz akalar. Anchadan beri kutilgan video akalar. Xudo xolasa Islomjon nimaga video chiqarmay qo'ydingiz, deyilgan savollar ko'p edi. Shu savollarga javobimiz akalar Qirg'iziston bek. Shuning uchun video chiqarmayotgandik. O'zimiz uyda boqayotgan arashan qo'chqorlarimiz, toza elitni sog'liq qo'ylarimiz bor. Shularni sotuvga qo'yyapmiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Narxlari ham yo'lida bo'ladi akalar. Xudo xolasa maza qilib videoni oxirigacha ko'rish tavsiya etaman. O'ta go'zal sog'liqlarimiz bor. Ko'rib maza qilasizlar akalar, bo'g'ozlar. Mana bu Ettininga qo'chqor sezon boshlanadi. Qo'chqor sezon boshlanishidan oldin olib sovutib tayyorlab turaman. Puli yengilroq holatida degan aka-ukalarimizga Brandevi Svetli o'ta tozasidan tavsiya etib o'tamiz akalar. Mostokalariga, svetiga bitta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa elita variantdan so'ragan aka-ukalarimizga elita qo'chqorlarimiz. Akalar, bu yaqinda 2 tishdan 4 tishga o'tdi jonivor. Bu svetligini qaranglar. O'ta go'zalidan, puli yengilroq holatdan qidirib yurib olaman degan aka-ukalarimizga tozasini. Mana Qirg'iziston sirg'alari ham bor, o'zimiz 5 hektar olib kelgan qo'chqorimiz. Sirg'alargacha turibdi. Bemalol tekshirib ko'rib olinaveradi akalar. Xo'p akalar, bo'ylari 95 plus qo'chqorimizni 95 ga beraveramiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqinglar. Yo'g'onliqlari ham o'ta yo'g'on, gigant qo'chqorimiz. Bu dumbasi akalar. Mashalloh. Razrez tikka holatda dumbasi ham akalar. Vobshe ideal holatdan so'ragan aka-ukalarimizga ideal holatni. Yuzlari oppoqdan akalar. Hop, bo'ylari 95 akalar. Tishi 2 tishdan 4 tishga buzyapti, o'zi 4 tishga o'tyapti jonivor. Kimga qiziq bo'lsa mana shu narsani qo'chqor qo'ylar qo'shib foydalanib, xudo xolasa zot olaman degan aka-ukalarimizga narxini $1300 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz akalar. Maza qilib boqinglar, o'ta go'zal edi. Bu qaranglar, stoykasini svetli, o'ta brendi berang akalar. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar akalar. $1300 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Xudo xolasa keyingi qo'ylar qo'chqorlar yurishlar. O'ta moshni idealida. Toza svetligidan boqaman degan aka-ukalarimizga. Toza svetligidan inshaalloh. Go'zalida. Bak. Timo. Mana. Shuni qaranglar jonivorni. O'ta go'zal akalar. Bitta like turib qo'yasizlar xudo xolasa. Qiziqqanlar. Haydan taqa. Mana yurishlar jonivor. Qo'chqoring bormi desa bor deb boqasizlar xudo xolasa. Zot olaman deb qiziqqan aka-ukalarimizga. Yuzlari oppoq. Akalar, mana shu va'da qilingan elita bo'g'oz sog'liqlarimiz chiqdi. Mana qaranglar, mashalloh. Haqiqiy zo'ridan akalar. Kallalarni chiroyli, quloqlari shalpon. To'shlarini qaranglar, gurtkalarni. Mashalloh, elitasini idealni boqaman degan aka-ukalarimizga haqiqiy zo'rlar yetib kelgan akalar. Maza qilib tomosha qilib olib foydalanadigan joy akalar. Xudo xolasa go'zal narsalar akalar. Maza qilib boqinglar, o to'shlarni qaranglar, gurtkalarni, kalla boshlari haqiqiy ideal jonivorlar. Xo'p, bu ikki qo'yimiz akalar. Ikki ham inshaalloh egizakchi akalar.
biz olganimizga ancha bo'ldi, anchadan beri boqilayotgan narsa. Bu ikki ham egizakchi, ikkitadan bolasi bo'lgan akalar. Qo'ylarimiz bolalarini zo'r boqqan. Misol, ikkita bolalig'i nisbataniga nimjon yo oriq yo boshqa bo'lib qolmagan. Qo'ylar gigant, o'ta kattalarga nisbataniga qo'ylar zo'r boqqan. Bu toza hisori ham emas, toza arashan ham emas akalar. Bular gibrid varianti. O'sha arashan bilan hisoridan tushgan qo'ylar akalar. Bu qaranglar jonivorlar, tushlar. Haqiqiy elita narsalar akalar, mazza qilib qo'yib olgan narsalar. Hozir mana qaranglar, oldi gurtkalarni. Jonivorlarni. Zo'rlarni boqaman degan aka-ukamizga zo'rlarni ilinveramiz. O'zimizda aytayapman, xonadonimizdagi qo'ylar. Bir yaxshilikqa xudo xolasa sotilyapti. Mana dumbalari ham. Osilib kattayib bir qochmaydigan holatga kelib qolmagan. Ikkovi ham egizakchi qo'ylar. Ammo bitta narsaga ahamiyat berasizlar, oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat jonivorlardan. O'ta ideallar mana. Ranglari ham svetli, brendi. Jonivorlar qaranglar, o'ta yirik gigantlar. Xudo xolasa mazza qilib boqing. Yoshlar 4 ishdan akalar, ikkinchi qoringa bo'g'oz bular. Bittadan tuqqan o'sha. Egiz bir martadan tuqqan, egiz tuqqan ikkovi ham. Eng qiziqarli narsasi men ishqibozib bo'lgan narsam akalar buni. Ikkovi ham egiz bo'lishi mumkin deb olganman. Qaranglar, ikkovi egiz. Misol Fatima Zuhra deyiladi-ku shunday. Bir xilda yoshi ham, o'zi ham bir-biriga juda mehribon qo'ylar, xudo xolasa mazza qilasizlar. Bu yil misol hozir qornida ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'lsa, bu yildan keyingi o'zlaringizda qanaqa qo'chqorlaring bo'lsa, ashuna qo'shib bolasilar ham bo'laveradi. O'sha ideallardan xudo xolasa. Tushlari ham o'ta baquvvat. Baqaydingmi? Tushlari ham bitta ko'rib qo'yinglar. Bo'ylari akalar 90. Soliqlarimiz bo'ylarini aytmabmiz, bo'ylari 90. Haqiqiy bo'g'ozlar. Bo'ylari 90 jonivorlar. Mana. Narxlari akalar O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan $1000 qilib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari 90, yoshlari 4 ishdan, ikkinchi qoringa bo'g'oz, ikkovi ham egiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana. Bu qaranglar, qo'yib turishni. Haqiqiy zo'rlar akalar. Quloqlari ham 20 dan. Bittasiniki 19, bittasiniki 20 akalar. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, mazza qilib boqinglar, qo'ydi qo'y qilinglar akalar. Xudo xolasa zo'rlarni ilinveramiz. Mazza qilinglar. Ha, jonivorlar. Turishini qaranglar qo'ylar. Gigantlar. Ma'lumotlarni qaytarib o'tamiz. Videoda qayta ko'rmasliklaring uchun. Bo'ylari 90, yosh 4 ishdan, narxi $1000 dan. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Egizchi ikkovi ham bo'g'oz. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.